Oddiylikda halovat bor deb bekorga aytishmagan. Sokin bir mahallada hovling bo'lsa-da, mol qo'yingni boqib, bog'dorchiligingni qilib, tinchgina yashab yursang, uzoq cheksizliklarga, kengliklarga boqib, ajoyib bir tabiatdan, toza havodan bahramand bo'lsang. Bugun mana shunaqa joyga keldikki, o'rtoqlar, keng mo'lchilik, chorvachilik uchun ham, dacha qurish uchun ham zo'r variant, 4 ta xona yashash uchun joylari bor, mol qo'y boqish uchun alohida molxonalari ham qilingan. Bir yoq tomoni suv, bir yoq tomoni keng dalala bo'lgan. To'ytepa va Piskent orasida Bulgari degan joyda 20 sotuvlik joyimiz, bir sotigini 1750 dan jami 35 ming atrofida so'rashyapti, yana o'tib beradigan joylari bor. 3 ta tomonlama ko'chaga qaragan ekan, 2 ta darvozasiga ega ekan. Xullas bu joyni olgan odam tinchgina, hech kim bezovta qilmaydi. Ortiqcha shovqini yo'q, mazza qilib yashasa kerak yoki biznes qilish uchun, chorvachilik, bog'dorchilik uchun ham juda ham zo'r variant ekan. Agar kottej quraman degan birodarlarimizga to'g'ri burchak ekan, 4 ta yonma-yon kottejlarni, hovlilarni qurib olsa ham bo'lar ekan. 20 sotuvlik joy, yon atrofi katta suv, yo'lni yuziga yaqin, keng mo'lchilikda mol qo'y boqaman degan uchun yaylovlari ham qilingan. Ko'rasizlar, odamlar o'zi mol qo'ylarni boqyapti. Siz ham mana shunaqangi sokin hayotni niyat qilganmidingiz? Bitta like bosib qo'ying va yaqinlarimizga shu videoni yuborib qo'ying.